Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizning obunachilari, YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Sizlarga bitta obyektimizni qisqacha va to'liq ko'rsatib o'tishga niyat qildim. Qani, keling, marhamat. Mana bu yerda bitta stolishniца bo'lyapti. Mana shundoq ugulda. Bemalol mana shu yerga tarvuz, qovun to'g'rab nima qilsa bo'ladi. Mana bu tarafda bitta 30 litrlik bitta qozon joylashdi. Bu tarafda mangal joylashdi. Mangalimizni ichida bitta tandiri ham bor. Tandirni hozir videosini qo'yib qo'yamiz. Juda ham ajoyib bo'ldi. Dva v одном. Ikkalasi bittada. Eng qizig'i ikkita o'choq, tandir, mangal hammasi bitta dimoxod bilan chiqib ketadi yuqoriga. G'ishlari bardoviy rang bilan terib berdik. Bardoviy g'ish bilan kombinatsiyasiz. Bu yana o'zgacha vid beradi. Mana bu yerda bitta 50 litrlik qozon joylashdi. Bu taraf stolishniца bo'ldi. Mana bu tarafda bitta gaz plita qo'yiladi, hali granitlari hali qo'yilmagan. Mana bu yerda bitta moyka bo'ladi. Bu yerda o'rtada bitta stolishniца bo'ladi. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab borib, joyizni o'lchab, nech pul nima xarajat ketishini aytib beramiz va yasab beramiz. Nomerimiz 91lik kod 555 59 30 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Joyingizga borib yasab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang.